Aka, o xalq gapirib yotibdi, nonni narxini nimaga oshirib yubordinglar? Menga nima deysiz? Unni narxi oshib yotgan bo'lsa, boring unchilarga gapiring. Un qimmat bo'lib ketdimi shunda? Ha? Bo'pti. Keling. Hop. O'rmay, Kel, sog'lik. charchamayapsizmi? Nima? Aka, nonni narxi oshib ketibdi. Nimaga oshib ketdi desam, unda yetishyapti. Nega oshirib yubordinglar unda? Kel, oshgan bug'doy oshib ketdi. Yoki boring fermerlardan so'rang. Menga nima deysiz? Boshqalarning ishim yo'qmi? Bug'doy qimmat. Assalomu alaykum. Kel. Fermer aka, unni narxi oshib ketibdi. Nimaga aytsam, bug'doy narxi oshib ketgan ekan. Nimaga bug'doy narxini oshirib yubordingiz? Oshiraman deb menga ham ko'tarib olgani yo'q. Mana yerda mana dehqonlar hamma ishchi kuchini qimmat qilib olgan. Oshiraman, bu bo'lmasam bo'lmaydi. Dehqonlar ishchi kuchini oshirib yuborganda, shunday to'g'rimi? Bor yana dehqonlardan so'rang. Borib gaplashishchi. Bormaylar dehqon akalar. Salomat bo'ling, o'g'lim. Yaxshimi? Fermer aytyapti, ishchi kuchini narxini oshirib yuboribsizlar. Shunga bug'doy qimmat bo'lib ketibdi. Nimaga oshirdinglar? Nonni narxi oshgandan keyin biz ham ishchi kuchini oshiramiz deb, non yeyish kerak-ku. Ha, yo'q. Shunda hozir xalq aybdor bo'lyaptimi? Navoiy bilan gaplashamiz.